Assalomu alaykum Beruniy beton quyish xizmati obunachilari. Sizlar uchun kerakli bo'lgan bir mavzu, mana somon suvoqni videoga tushirib chiqaracaqman. To'pon suvoq. To'pon suvoq deb aytiladi ekan, podporoviylarga sibiydi ekan. Mening o'zi tanigan, bilgan ustam, yoshligimdan, kichkina vaqtimdan nomerini qoldiraman, mana ishlagan yerlarini tushiraman. Izbiski, somon suvoq. Buni yerning yil atkosi bitmabdi mana. Atkosi bitmadi deydi. Yana bir xatar siboladi deydi. Buni yerlari mana bitgan. Sibab qo'ygan yerlari mana. Bu yerda to'g'ri qiyshig'ini etib mana. Kimga shunday xizmatlar kerak bo'lsa, nomerini qoldiraman, bog'lanaverasizlar. Telefon nomerini qoldiraman. Izbiski, to'pon suvoq sibiydi. Bunun narxini qiziqadigan bo'lsanglar, narxini qanchadan sibiydi ekan desanglar, usta akang aytib narxi duvalga qarab belgilanadi deydi. Qiyshiq duval bo'ladi deydi, to'g'ri duval bo'ladi deydi. Shu minutga qarab bo'ladi deydi. O'zlaringiz nomerini qoldiraman, o'zlaringiz ishlatacak bo'lsanglar, telefon etib, narxini kelishib sibataverasizlar. Sibatacak yeringizni ko'rsatasizlar, borib ko'radi ekan. Mana buni yer bitib turgan atkos ekan. Ya ayna bitmagan edi dedim-ku. Mana ishlagan ishlari. Mana bu hayakning suvi qo'shib sibolgan to'pon suvoq ekanda mana. Ondan keyin usta akanglardan karitasi, chelagini chin bari o'zlaridan ekan. İzlab yurmaysizlar, borib chaqirasizlar, sibijaq yerini ko'rsatasizlar. Mana buni yer siboladi deysizlar, o'zi narxini aytadi, kelishasizlar. To'prog'ini, samonini, yani to'ponini topib bersanglar bo'ldi. Qolgan ya ishagi, lisasi, beli, chelagi bari o'zlarini. Nomerini qoldiraman, yana aytaman, xizmat shunday xizmatlar bo'lsa, telefon etib o'zingiz gaplashaverasizlar.